opajonlar ogohlantiray, menga yoqmaydi, so'kib yuboraman, mikrofonni bosib olmanglar. Bo'lmasa tushinglar. Bo'lmasa tushinglar. Assalomu alaykum. Bu mikrofon bosib olasan, nima qilasan? Mikrofon bosib olib chiqib yubordi. Sog'ligingiz yaxshimi, Sardor? Yaxshiman, qandaysizlar? Opalar, suyimsizlar? Kim qayerdan? Tanishaylik. Jizzaxdan. Qirg'izistondan. Qirg'iziston. Kim? Yasminaxon. Osh. Men Jizzaxdan. Gulyaxon Jizzaxdan. Ha? Assalomu alaykum. Assalom, Gulyaxon. Men Gulyaxon. Assalom, opa, tuzimsiz? Siz qayerdan? Yaxshi rahmat, siz men Qirg'iziston. Malades, Qirg'iziston. Assalomu alaykum. Yana kim? Qayerdan? Assalomu alaykum. Madinaxon Jizzaxmas. Ismingiz bilan ayting. Men mabada 9 ta qiz o'tiribsizlar, ya. Ya. Surxondaryodanmi? Namangandan. Kim Surxondaryodan? Qani? Men Surxondaryodanman. Malades, Mubinaxon. Kenchi? Qo'qon. Namangandan. Qo'qon Mahloroy. Kim taniyman mana? Kim? Donator qizmi? Ha, bu qiz tanidim. Koreyada bu qiz. Malades. Bu qizcha mana o'rtamizda mana mikrofon bosib olgan. Og'izga olyapsizmi? Tushina bujdamigas. Ya. Mikrofon bosma. Ya. Ogohlantiryapman. Bilan shayton bu ichimda, shayton bu. Ya. Kimni bolasi yig'layapti? Assalomu alaykum. Men Xorazmdanman. Xorazm qayerdan? Bog'i Anondan. Xorazm Xivadanmi? Yo'q. Qayerdan? Hazaras. Hozirasi. Malades. Mo'g'laroyi. Lekin meni protifimdan kelgan odam u raqib. Unga men yaxshi muomala qilishim kerak emas. Bu chunki u menga raqib bo'lib keladi. Любой odam kelsa raqib bo'lib keladi. Yo, eri bor ekan, nima qilasan? Ering bor, nima qilasan deysiz-da. Endi bizning erimiz bor-da, bari kuzatamizda sizni. Kim bilan tushib ketasiz. Erang bor. Sizlargacha tushib ketish kerak. Erimiz bor, alhamdulillah. Farzandlarimiz bor. Men nima qilib qo'ydim deb o'tdilar Sardor. Voy, men nima qilib qo'ydim? Yaxshiyam Dubaydaman deb o'tdilar. Sardor. Sardor, addushi, hurmat. Eringiz urishmaydimi? Hurmat qilamiz-da, Sardor, erimiz biladi. Hurmatdan. Biladimi meni shu tomosha qilishlaring? Biladilar. Oilali tomosha qilamiz. Biladilar, tomosha qilib o'tiramiz. Muxlisiz ekanda. So'ksangiz past qilaman-da. Dunyoxon, siz qayerdan? Ha? Tushasiz. Qayerdansiz? Jizzaxman. Malades. Jizzax bugun ko'p ekan. Ishga chiqishim kerak edi-da, uzr, rahmat. Malades. Nima ish qilasiz? Harbiyman aka. Gap yo'q-ku. Milisiyamisiz? Faryadimiz bor edi, navbatchi edik, shunga ishga chiqishim kerak edi, uzr. Kim gapiryapti? Kim harbiy bu yoqda ichimizda? Dunyo. Men gapiryapman, Taxmina ismim. Taxminaxon, siz anovmi? Harbiymi? Xuddi shunday. Malades. Gap yo'q. Ofarin. Omadingiz bersin. Alloh nazaridan qolmang hecham. Rahmat. Biz ham sizni hurmat qilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Do'stlar, harbiylar ham bor ekan ichimizda. Malades, qizlar, ko'ryapsizlarmi? Qizlar bilan o'ynashmanglar. Qizlar ham bor. Eri bilan ko'radiganlar ham bor. Men efirda oldin bilasizlarmi, ogohlantiraman. Erli ayollar eridan uzoqda tomosha qilsin, xotini borlar, erkaklar bu xonada tomosha qilsin. Ikkalasi bitta joyda tomosha qilmasin deyman, bilasizlar? Tomosha qilamiz. Hafta ko'rmay qolganingizga o'g'lim nima deydi? Oyjon, televizor ham qiziq emas, hech narsa qiziq emas. Ne, anu Sardor aka ko'rinmayaptilar deydi. Haqiqatan ham bor-ku, televizor ko'rmaymiz.
Sardorni qidiramiz. Televizorda hech balo bermaydi ham-da, opa. Nima beradi televizorda? Nima beradi? Onasini aytsin. Ha, Televizorda ko'rmaymiz. televizorga kirib shunday bitta kanalda yo'qsiz, dorixona banagi shifoxonamikan deb o'ylab qolasiz, aptekada o'ylab qolasiz. Kirsangiz, bir qarasangiz ham dori reklama, bir qarasangiz ham dori reklama, grip qot iching, Tailand qot iching, paloncha qot iching, ya onasini aytsin. Faqat dori reklama qiladi. Televizordan. Assalomu alaykum. Yo, bir kun bitta oila faqat fita reklama Assalom, qiladi. Juliya. Adam nima deydilar? Qalaysiz Sardor aka? Bular oilaviy kasallik. Yaxshimisiz? Rahmat, siz malades. yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Siz qayerdan? Buxorodan. O, bugun Buxoro ham ko'p ekan. Bugun Buxoro ham ko'p ekan. Malades, Buxoro ham ko'p ekan. Qizlar qalaysizlar? Ro'zalaringiz bilan. Borming, Guli. Yaxshi. Rahmat. Qabul qilsangiz. Guli qamisiz. Yaxshi, rahmat. Buxoro ham ko'p ekan. Yo'q, Buxoro Jizzaxdan ko'p kuzatish ekan-a? Ha. Malades, malades. Sardor, tabriklayman. Yaxshi Rahmat. ochivyapsiz. Assalom, yaxshimisiz? Rahmat. Bugun ayollarning hammasi mashaqda. Bugun bir ochirat bilan asta-asta qizlarni, opalarni ko'tarib, chiroyli muomala qilib, insondek gaplashamiz. Malades, Sardor aka gap yo'q. Birinchi Mana o'ylab qoldim. Bugun 8-martmikan Sardor rosa qizlar bilan suhbatlashmoqda. 8-mart. Ya, bugun qaranglar, mana baraka olib kelasizlar-da sizlar baraka olib kelasizlar bizga. Sizlar baraka Rahmat, Sardor, rahmat. Rahmat. Quvonch olib kelasiz. Yaxshi kayfiyat olib kelasiz. Mazza qilib qilaman. Yo'qligingizni his qilib qoldim mana. Lekin Sardor endi Ha? ayollarni hurmat qilsangiz, hayotingiz boshqacha bo'ladi. Inshaalloh. Ya, endi ayollarni boshida ham hurmat qilganman. U yomon gapirgan gapim sizlarga tegmasin. Men boshqa bir haromiga gapirganman u. Yo, biz bilamiz uni. To'g'ri. Ha, u boshda ham bordi. Menday bo'lganda qaranglar. O'sha situatsiyani sizlar ko'rgansizlar, to'g'rimi boshdan? Qaranglar. Men jahlim chiqqani sizlar ham onasizlar, to'g'rimi? Ertasizlar ham qaraysizlar. Sizlar ham qaraysizlar. Sizlarga savolim. Sizlar qizlaring TikTokka chiqib, sizlar bonagida bemazalik qilayotgan paytda sizlar misol mabodo bir случайно ko'rib qolsanglar, sizlarga qarasada bir 20 mingta odamni ichida turay deb onasiga tur senlab, turay ketay deb onasini itarsa, sizlarni itarsa yoqmaydimi? To'g'ri, to'g'ri. Siz